Assalomu alaykum. Hammaga qizlarlar, yaxshimisizlar? O'rtoqlar, yaxshi yuribsizlarmi? Men darsga ketyapman, tayyorlanib, chiroyli bo'lib. Bunaqa bo'yanib, tayyorlanib olganimning sababi darsdan chiqib, menda reklamni syomka bor. Voy. Lekin to'g'risini aytsam, prям mazza qilib uxlaydigan havo bo'lyapti deb. Qaniydi imkoni bo'lganda shunday yotib uxlardim. Lekin afsuski, o'qish kerak, pul topish kerak, ishlash kerak, oila boqish kerak desam, to'g'ri, lekin ishlash kerak o'rtoqlar. Bekorchidan Xudo bezorni bekorga etmaydi. Ustimdagi shunaqa yoqib ketyapti o'rtoqlar, rangini qaranglar, qanaqa asalchi.